Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga keyingi sezonimizda qo'shiladigan yangi premium keysimizni tasdiqlangan qurolini, keyingi sezonda qo'shiladigan ikkita ultimate roletkamiz, ikkala ultimate kostyumini, qurolini va ularda obmen bo'limida qaytadigan eski ultimate'larni va keyingi sezonimizda qo'shiladigan yangi X kostyumimizni to'liq ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz. Faron va rang-barang X kostyumida o'zgarishlar bo'ladi, ularni ham bilib olamiz va videomiz oxirida kichkinagina open case chaqib qo'yamiz. Plus videomiz ma'lumotlarga boy bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz videomizni boshlaymiz. I ain't with the gang, 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 gang. Niggas gon' swoop. Yeah, primo stati, man. Aytgancha hammani kirib kelgan Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ramazon oyi hammamizga barokatli bo'lib kelsin va ro'za tutganlarga sabr tilayman. Endi esa keyingi premium keysimizda kuchaytiriladigan quroli haqida gaplashib o'tamiz. Keyingi sezonda sahroli rejim va yangi Godzilla skillari qo'shilayotgani uchun ko'pchilik Instagram va TikTokda yolg'on xabar tarqatib, Imperator M416 va AVM Godzilla premium keysda qaytadi deb fake ma'lumotlar tarqatishganda, bu xabarlarga ishonmanglar, bizda уже aniqlangan, tasdiqlangan xabar chiqdi. Keyingi premium keysimizda kuchaytiriladigan quroli bu Skarel operatsiya zavtra skini bo'lar ekan. Nima uchun aynan bu skin qayerdan ma'lumot topdingiz degan bo'lsangiz, hozirgi 3.7 beta versiyamizga kirsak, bu skinimiz uchun maxsus pritsel do'l oladi. Joyi qo'shilgan, eslaringda bo'lsa, 3.6 versiyada M24 Faron kelishi uchun ham mana shu isbotni ko'rsatgandim. Bu safar ham xuddi shunaqa isbotimiz bor, mana ko'rishingiz mumkin. Bu degani o'sha keyingi premium keysimizda mana shu Skarel skini uchun kuchaytiriladigan skin qo'shiladi. Garantidan bemalol mana shu skinni tushirib olishingiz mumkin. Skin yomon emas, ko'rinishi yaxshi, lekin birinchi level bilan full levelni farqi juda ham katta emas. Kilchati chiroyli, lekin dushmanga tegsa chiqadigan effektlari yo'q. Keyingi premium keysimiz o'yinga 17-mart kuni ertalab soat 5:00 da qo'shiladi. O'shanda bemalol premium keysni ishlatib, mana shu Skarel skinini akkauntingizga tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Va premium keysimiz ichida mana shu Skarelimizni pritsellari, magazinlari ham bo'ladi. Hammani joniga tegadigan, garantdan tushib qoladigan mana shu magazinlar ham albatta bo'ladi. Qalay, yangi premium keysimizni kuchaytiradigan qurol sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ochasizmi yoki keyingisiga qilibsizmi? Uni ham albatta yozib qoldiring. Endi esa Mythic Forge ruletkamizga qo'shiladigan eski mifiklar haqida gaplashib o'tamiz. Masalan, mana ekranlaringda ko'rishlaring mumkin. 4 ta Mythic skin, 3 ta legendarka va yana bitta kuchaytiradigan skin bor. Hozircha u haqida ma'lumotimiz yo'q, lekin mana bu ikkitasi haqida ma'lumotimiz bor. Masalan, Mythic haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi bu mana bunaqa Yarkaya Molodot deb nomlangan skin, hech qanday emotsiyasi yo'q. Prosta mana shunaqa ko'rinishda yaltiroq kostyum, qizlar bob kostyum. Bu menimcha yubileyniy skin hisoblanadi, o'sha nechadir yilligida qo'shilgandi. Keyingisi mana bunaqa maska bosh kiyimi bor va juda ham chiroyli emotsiyasi bor bo'lgan bunaqa yaltiroq kostyum. Bu ham adashmasam o'sha yubileyniy keysda qo'shilgan. U emotsiyasiga gap yo'q, chiroyli o'yinga tushadi. Kostyumda o'zi lekin juda ham xunuk. Keyingisi o'g'il bolalarga mos takoy bunaqa emotsiyasi ham zo'r bo'lgan kostyum, mana ko'rishingiz mumkin. Wow, mana takoy tepib shunaqa saltolat otadi. Yana bir marta ko'rishlaring mumkin. Maskasi ham, kostyumda o'zi ham yomon emas, takoy otishma bo'lib kostyum. Mana shu kostyumda keyingi Mythic Forge'dan qo'lga kirita olamiz ekan. Qurollarga keladigan bo'lsak, Skоворodka uchun mana bunaqa tovuqli, KFC'li skinni qo'lga kirita olamiz. Hot and spicy, ya'ni issiq va achchiq deb turibdi. Kilchati bor, bunaqa tovuqchali KFC'li va mana shunaqa ko'rinishdagi Skоворodka va Godzilla bunaqa Uzi qurolini ham qo'lga kirita olamiz. Uzi Dikost deb nomlanarkan ruschalab. Kilchati ham chiroyli, Uzi ham chiroyli. Laboratoriyada ham ko'ramiz, bunda bor. O'sha yaqinda qaytaradi. Qaysidir keysda qaytaradi. Men tushirib, full qilib oldim. O'sha yana qaytarishyapti. Nima bu, adolatdanmi? PUBG nima bu? Xursand bo'lib oldim-ma. Endi prosta Mythic Forge'da qaytarib qo'yapti. Mana bu 3-leveli o'sha mana ancha chiroylilashadi. Kilchati mana qizil va окончательный formasi o'sha anchagina o'zgarib qoladi. Ko'rinishiga gap yo'q. Mana shu skilllarni keyingi Mythic Forge ruletkasidan qo'lga kirita olamiz ekan. Mythic Forge ruletkasi 6-mart kuni yangilanishi kutilmoqda ma'lumotlarga ko'ra. O'sha kuni bemalol mana shu skilllarni kristallarga obmen qila olasiz. Endi esa keyingi sezonda qo'shiladigan ultimate ruletkalar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi ultimate ruletkamiz 21-mart sanasida o'yinga qo'shiladi va unda mana shunaqa oltin ko'ylakdagi juda ham chiroyli Apaxonda qizni kostyumini qo'lga kiritamiz.
kostyum sal-pal ochiq-sochiq bo'lsa ham, ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli, o'sha mashhur zvezdalarning kostyumiga o'xshar ekan. Endi bunda qanaqadir otishib, matchda o'ynagani mos bo'lmasa ham, atak qiz bola personajingizga kiygizib qo'ysangiz, ko'rinishi anchagina chiroyli bo'lib turadi. Mana yuzi ham anchagina chiroyli, qaranglar. O'ta go'zal. Dunyoni go'zallik qutqaradigani mana shu bo'lsa kerak va bu Ultimate ruletkamiz maxsus quroli AKM kalash uchun bo'ladi. Ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Oltin, yashil tarzda qilib yasalgan. Fiora X kostyumini AS32 quroliga sal-pal o'xshatib qo'yishgani, lekin buni ham ko'rinishi yomon emas. Mana 1, 3 va full ko'rinishlari chotki va bu Ultimate ruletkamiz admin bo'limida eski famasli Ultimate kostyumimiz qaytadi. Bu ham zo'r Ultimate kostyum. Qo'shilganda o'zim akkauntimda UCM kam edi va kostyumni akkauntimga tushira olmagandim. Bu safar albatta kostyumni to'liq qilib akkauntimga tushirib olaman. Xullas 21-mart sanasida mana shu Ultimate ruletka o'yinga qo'shiladi. Qo'shilishidan bir hafta oldin, aniqrog'i 14 yoki 15-mart kuni maxsus sabitiyasi ham qo'shiladi, pre-order. Unda siz hozirgi Ultimate ruletkamiz maxsus jetonlarni bu ruletkani jetoniga obmen qila olasiz. Qalay, yangi Ultimate ruletka skillari sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ikkinchi Ultimate ruletkamizga keladigan bo'lsak, u 25-aprel sanasida o'yinga qo'shilar ekan va undagi Ultimate kostyum Joker ko'rinishida bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu Ultimate ruletkamizda 3 ta Ultimate skin bo'ladi: kostyum, bosh kiyim va o'yin tarixidagi birinchi Ultimate rukzak bo'ladi. Kostyum ikki xil jins uchun chiqarilgan, o'g'il bolaga va qiz bolaga alohida. O'g'il boladagi ko'rinishi juda ham xunuk. Basharasiga mastik kiygizib qo'ymaysiz, juda ham xunuk yasalgan, pomadasi bor, qulog'ida hatto ziragi ham bor, mana ko'rishlari mumkin. Lekin qiz boladagi ko'rinishi sal-pal normal. Menimcha ko'pchilik qiz bola qilib o'ynasa kerak yoki basharasiga o'sha maskani taqib qo'yishadi. Bosh kiyimga keladigan bo'lsak, unga o'sha Joker maskasi ulangan bo'ladi va o'sha maskasini 6 xil emotsiyasi bor deyishyapti. Kuladi, yig'laydi, jahli chiqadi va maskasini ushlab turadimi? Mana o'zlaring ko'rishlari mumkin. 6 xil ko'rinishi bor. Rukzakga keladigan bo'lsak, to'g'risi rukzak Ultimate'ga umuman tortmaydi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi levellarda hammasi o'sha Joker Ultimate kostyumi tasvirlangan bo'ladi. Menimcha qimirlab ham tursa kerak. Tez orada o'sha 3D variant, ya'ni kiyib ko'rsa bo'ladigan variant chiqsa, albatta bahoyimizni beramiz. Hozircha faqatgina mana shunaqa rasm ko'rinishi bor xolos. Keyingi sovg'amiz gliderimiz. Gliderimiz menimcha zinapoyali glider bo'ladi. PUBG Mobile Xitoy versiyasida zinapoyali gliderlar allaqachon qo'shilgan. Menimcha bu glider ham mana shunaqa yerga zinapoyaga o'xshab tushadigan glider bo'lsa kerak. Shuningdek, bu ruletkamizda M249 quroli uchun ham kuchaytiriladigan Joker skini qo'shiladi. Ko'rinishini mana ko'rishingiz mumkin. Yomon emas, chiroyli yasalgan. Tez orada kilchatlari qo'shilsa, yanada chiroyliroq baho beramiz. Xullas, bu ruletkamiz admin bo'limida kristalli Ultimate kostyum va M762 quroli qaytadi. 25-aprel kuni bemalol ochib ko'ramiz. Qalay, yangi Joker Ultimate seti sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Endi esa keyingi yangiligimiz yangi X kostyum ma'lumotlari. Avvalgi videolarimizda aytganimizdek, keyingi sezon X kostyum ruletkasida Faraon va rang-barang X kostyumi 100% qaytadi. Va ular bilan birgalikda yangi Anuhra nomli yangi X kostyum ham qo'shiladi. Mana bu Anuhra X kostyumining birinchi leveldagi oddiy ko'rinishi, oddiy mifikka o'xshaydi. Mana bu esa o'zi full leveldagi ko'rinishi, g'ovdasida maxsus qora tuynukka o'xshagan narsa bo'lar ekan va uni maxsus quroli UMP skini bo'lar ekan. UMP qurolida ham o'sha qora tuynuk tasvirlangan. Bu videoda esa Anuhra X kostyumini 3D variantini ko'rishimiz mumkin. Buni o'zimiz o'yinning fayllarini ichidan topib zakaz qildirdik. Tak что bu finalniy ko'rinish emas, ya'ni Tencent PUBG Mobile tomonidan yasalmagan. Shuning uchun ham ko'kragida bizning logotipimiz turibdi. Lekin PUBG Mobile o'zi finalnisini chiqarsa, u anchagina chiroyli va effektlari ko'proq bo'ladi. Mana bu esa Anuhrani maxsus glider bilan yerga tushib ketayotganini ko'rishlaring mumkin. Bu o'sha finalniy ko'rinishi, lekin rasm baribir sal-pal sifatsiz. Shuningdek, Faraon va rang-barang X kostyumlarida ham o'zgarishlar qo'shiladi. Faraon uchun maxsus glider qo'shiladi. Orbiter funksiyasi ham bo'ladi. Piramidali mana ko'rishlaring mumkin. Va tug'ilish oroli bilan parkda ishlatishimiz mumkin bo'lgan maxsus haykal funksiyasini ham qo'shar ekan, mana ko'rishlaring mumkin. Rang-barang X kostyumiga keladigan bo'lsak, uni 7-levelgacha chiqarib, uni ham ultimate qilishar ekan. Maxsus zinapoyali glider ham qo'shishadi unga va unga ham orbiter va balobattarlar qo'shadi. Hozircha u haqida to'liq ma'lumotimiz yo'q. Xullas, X kostyum ma'lumotlari shundan iborat. Tez orada yanada batafsilroq ma'lumotlar chiqsa, albatta video qilamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, X kostyum ruletkasi 1-aprel kuni o'yinga qo'shiladi. Agarda aniqroq ma'lumot chiqsa, albatta video qilamiz.
Xo'p, bo'lmasam, yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi open case'imizga o'tsak ham bo'laveradi. Yangi ultimate ruletkamiz qo'shilgan. O'sha ko'pchilik ko'rib bo'lgan. Mani 2 ta jetonim ham bor. Eski ruletkadan ortib qoladi. O'shani obmen qilganman. Bo'lmasam, birinchi 10 taligimizni boshlaymiz. Menga bu ruletkadan hamma narsasi qiziq. Kostyumi ham, quroli ham kerak. Obmen bo'limidan mana bu oyoq kiyimni ham olib qo'yamiz. Ultimate'da menda yo'q edi. Как раз bo'lsak mana takoy bunaqa qo'li bilan chiroyli pozada turadi. Qurollari, boshqa narsalari menda bor. Bo'lmasam 0 UC ga otishni boshlaymiz. 0 UC ga bizga biror nima tusharmikan? Yana bir marta. Legendarga o'xshar ekan. Tushsa epitskiy bo'lib qolar ekan. Razraботchilar ham ajoyib ranglar tashyapti. Bo'ldi, skitkamiz tugadi va kraska berdim. Bo'lmasam ketdi. Propus bilan bitta, yana bitta, yana bitta. Voy. Ya boshqa propus bilan ochmaymiz. Biz propus ochamiz. Davay endi. Ultimate bosh kiyim, gap yo'q. Chotki omadimiz kelishni boshlayapti va yana bosilib ketdi. Ko'rmoqchidim. Menimcha 2 ta jetonga edi ultimate bosh kiyim. Adashmasam, garantimiz yaxshi. Pritsel ham berdi. Forex как раз. Davay yana propus bilan birlikda ochamiz bez propus ochamiz. Может, shunaqa taktika ishlar bitta. Bo'ldi, mana endi bez propus ketdi. Hozir bizga ultimate kostyum amerlarni berish kerak. Davay. PUBG tezroq bizga hamma narsani ber, ko'proq moneta ber. Material yaxshi, pritsel yana. Уже garantmi yana? Da, garant. Voy, nimadir bir bola 3x, mana 3x bo'lib ketdi. Xursand bo'lib ketibman birota. Yana ultimate bosh kiyim tushdi bo'lyapman. Davom etamiz. Tak, bombalar, ikkita bomba tushdi. Ularni yana 3x qo'radim. Davay, PUBG. Qaranglar, hech balo bermayapti. Davay, bitta propus bilan dirslatib tashaveramiz. Unaqa taktika qilib o'tirmaymiz. Tezroq olishimiz kerak biz. Yana taktika chamiz, mana kiramiz. Xo'p, bitta, mana shuni ham bitta 10 talik ochib ko'ramiz. Menga mana shu kostyum qiziqroq, emotsiyasi zo'r. Davay, PUBG. Bu joydan ham bizga mifik bersa zo'r bo'lardi. Endi bu yerda prosta omadimizni havoga uchirib yuborish uchun kirdik. Yo'q, bermadi. Endi bu ruletkamizga qaytamiz. Ketdi, davay. Xo'sh, yo'q. Yana kokteyl molotov. Уже 2 ta ochdik. 2 tada yana garantdan berdi. Faqat garantdan olyapmiz menimcha. Endi gapirdim. Endi net qilib turdim. Ruschalab aytganda. Endi yig'lab turdim PUBG ustidan. Nima bermayapti turdim, berdi как раз. Davay, yana bersan ochko'larni. Nima ahvol bu? O'sha kam berdi. 250 ta qilib qo'yamiz. Yana 2 ta 10 talik ochsak bizga berish kerak. Atak uncha prям omadli open case bo'lmadi. U mana bez garant berdi. Endi boshqalarga o'xshab bittada 3-4 ta bunaqa moneta bermadi. Bitta ultimate bosh kiyimni o'zi tushdi xolos, amerlarni o'zini bermadi. Bo'ldi. Davay, endi mana bu joyga kirib, bu yerdan mana hammasini obmen qilamiz. Samosetlarimizni va mana bizda 11 ta samoset bo'ldi. Kostyumni albatta olamiz. Bizga kostyum kerak. Kolleksiya qilyapmiz. Olindi. O'ta go'zal. Amerchani ham olib qo'yamiz. O'zimda bundan kuchliroq, chiroyliroq amer bor. Bu ham baribir kolleksiya turadi. Kuchaytirmayman. Orqa fonni ham olib qo'yamiz kolleksiya uchun. Hop, yana nima qiziq bizga? Boshqa hech nima qiziq emas. Yana bitta ochko yig'ib turib, mana bu ultimate oyoq kiyimni olib qo'ysak bo'ldi menimcha. Hammasi maqsadga muvofiq, chotki bo'ladi. Ana как раз 2 ta samosetni bizga berib yubordi PUBG. Mayli, nima ham deymiz. Oxirida omadimiz keldi. Mana bo'ldi, bu ultimate'imiz ham oldik. Emotsiyalari. Buni emotsiyasi zo'r. TikToklarda video chiqib ketadi, takoy PDMlarda, menga uncha qiziq emas, baribir unaqa emotsiya qilmayman. Bu apani emotsiyasi bu ham uncha qiziq emas. Ochkolarim qolaveradi, jetonlarni hammasini ishlatishimiz shart emas. Keyingi ruletkaga olib qo'yamiz. Keyingi ruletka uchun ham albatta sabitcha qo'shiladi. Pre-order sabitchasi уже ketib bo'ldi. Короче, hozirgi ruletkani monetkasini yangisiga almashtirsangiz bo'ladi.
Xullas shu open case'imiz o'z nihoyasiga yetdi. Open case chamizda mana bu yerdan yangi ultimate kostyumni tushirdik. Vau, chiroyligini qaranglar. Bu apani yuzi chiroyli ekan, tipa jahli chiqib turgan qizga o'xshar ekan. Qanaqadir emotsiyada qaranglar. Boshqa ultimate'lardagi prosta beti bor xolos. Masalan, mana bu. Mana oddiy, qanaqadir emotsiya yo'q, robotga o'xshaydi. Bu ultimate'imizni emotsiyasi bor mana. Jahli chiqib turgan qizchani ko'rinishi. Menga ko'rinishi yoqdi lekin. Yoqda turjinotini o'chirib qo'ysak, qilich bilan turadi. Qani amerimizni qo'yib qo'ysak, takoy ustida o'tirib oladi amerdan. O'zimda zo'r amerim bor, mana olovli. Bunday qilib qo'ysak, mana qilichni ustida o'tiradi. Vau. Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu qizni foniga, mana bu yerdagi, mana bu fonimiz menimcha eng zo'r tushadi. U ana. Buni ham tushadi, ko'k bo'lib u. Shu ko'proq tushirgan, undan ko'ra u sal-pal binafsharoq ekan. Xullas shu bilan open case'imiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, ketkazgan vaqtingizga achimaysiz. Qalay, yangiliklar sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Qaysi birini ko'proq kutyapsiz? Qaysi yangilik sizga ko'proq yoqdi? Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Savturgen kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda olib yuringlar.